Tartıyotgan dard va qiyinchiliklarimiz, azob, uqubatlarimiz, qayg'u hasratlarimiz amaliyotda uningdagi hikmatni ko'ra oladigan ko'zlar uchun tugimas boyliqdir. Shunga ulug'larimiz aytadiki, balo musibatlar Allohning so'ygan qo'llariga tashlagan arg'amchisidir. Janobi Alloh yaxshi ko'radigan bandalarining ba'zilariga balo musibatlar orqali rahmat arg'amchisi avatib o'zi tarafga tortadi-da, suyimlik bandasiga har bir dard va qiyinchilikqa duch kelgan vaqtida hikmatni ko'ra oladigan ko'z va tavranmas iymon ihson qiladi. Shuning uchun odatdagi bir imtihon sababli og'rinish va shikoyatlar bilan tilingni bulg'ama. Chunki bu dunyo inson balo musibatga qadamda bir uchrab turadigan joydir. Bu makon imtihon makonidir. Bu makon azob va hasrat makonidir. Bu makon g'ayriblik makonidir. Bu makon jafo mushaqqat makonidir, ey do'stim. Rahmat ishkidan jafo mushaqqat ochquchi bilan kiramiz. Bu sirning tegiga yetgan Hazrati Mavlana mundaq deydi: Dardlarimni yaxshi ko'raman. Shundaqla dardlarimni bergan zotningmi meni yaxshi ko'radiganligini ham bilaman. Chunki ma'shuq oshiqning nozini shuning bilan o'lchaydi. Ba'zida Alloh butun eshiklarni taqib etadi. Sababi bandam mening ishikimning oldida saqlashni bilsin deb. Ba'zida bandisini berish bilan imtihon qiladi. Bandam shukr qanoat qilamdi deb. Ba'zida bermay, berganni tortib olish bilan imtihon qiladi. Sabr qilamdi deb. Shunga inson Allohning berganlariga ko'ranglab ketmasligi, bermaganlarga afsuslanib, umidini yo'qotib etmasligi kerak. Shundaqla o'zimizning bu dunyodagi omonatdor bir ekanligimizni to'nib, nima bo'lishidan qat'iy nazar Allohning o'rnlashtirishiga qarshi chiqmasligimiz va kelgusidan umidsizlanib, tushkunlashib ketmasligimiz kerak. Janob Alloh bu to'g'risida mundaq deydi: Alloh taolo hech kimga ko'tarolmaydigan yukni yuklamaydi. Mana bu Allohning bizga bergan va'dasidir va Janob Alloh va'dasiga aslo xiloflik qilmaydi. Yana shuningdek Hazrati Mavlananing aytganidek, bir odamning kaltak bilan gelamni urg'ini u odamning gelamda o'chining bog'liqi emas, balki gelamning to'pisini qiqiyotganligini bildiradi. Shuningdek Janob Alloh dard va jafo mushaqqatlar bilan bizning chang tuzonglarimizni, kirlarimizni tozalaydi. Burunqi zamonda bir darvish bo'lib, safar jarayonida bir yezidan o'tibdi. Va u yerdan o'ziga vaqtli turalg'u va yemak-ichmak izlab, yezidagi kishilardan yordam so'rabdi. Kishilar yezidagi Shokir ismli boy bir kishining etizligini ko'rsatib, u yerga berib beqishni aytibdi. Darvish Shokirning yeniga kelganda, Shokir uni qizg'in kutib olibdi va obdan mehmon qilibdi. Oxirda darvish u yerdan ayrilgan chaqda Shokirga: Allohning bergan ne'matlarga shukr qilgin. Hech qanday narsa hozir qoldidek shu piti turmaydi. Ba'zida sana ko'ringani shu narsaning chin mohiyati bo'lmasligi mumkin. Ya'ni hamma vaqtliqdir. Bu kunlar o'tib ketadi. Unutma, debdi. 5-10 yildan keyin darvish safarida yana ilgirki yo'ldan o'tibdi. Darvish Shokirni izlab yezidikilardan so'rabdi. Yezidikilar: Shokir bakli kambag'alishib ketdi. U hozir boshqalarning qo'lida ishlaydi, debdi. Shuning bilan darvish berib do'sti Shokirni izlabdi. Shokir rostilla baq qerib ketgan bo'lib, aslida yeziga kelgan kalkun ofat sababli hamma narsadan ayrilib, hozir holatga tushib qolgan ekan. Shokir bu qitimmi yenidagi oziq-to'likni ilgirkiga o'xshashla darvish bilan billayapti. Oxirda darvish qo'shilishadigan chaqda do'stining beshiga kelganlardan haqiqatan ko'nglining yerim bo'lganligini aytibdi. Shokir javoban: Bu kunlarmi o'tib ketadi. Unutma, deb javob beribdi. Yana bir necha yildan keyin darvish o'xshashla shu yo'ldan o'tibdi. Bu qitim Shokirning xo'jayini o'lib ketgan bo'lib, xo'jayinning miros og'dak oilasi bo'lmag'achqa butun mol dunyosini Shokirga hadiya qilibdi. Shunda qilib Shokir yana qaytadan katta boy kishiga aylanibdi. Darvish do'stiga uning boy bo'lganligidan suyunganligini aytmayla, yana o'xshashli ilgirkidek javob berishibdi. Bu kunlar o'tib ketadi, unutma. Yana bir necha yildan keyin darvish bu yerdan qaytib o'tganida
Shokirning Allohning dargohiga safar qilganligidan xabar tepibdi va qabri teshida mono xatlarning yozib qo'yilganligini ko'ribdi. Bu kunlar o'tib ketadi, unutma. Darvishning bir tarafdan ko'ngli yerim bo'lsa, yana bir tarafdan voy jinim og'inam Shokir, o'limning nemisi o'tib ketadi. O'lib ketibsan mana. Yana nima o'tadi amdi? Deginicha ketib qopdi. Darvish keyingi yili Shokirning qabrisini ziyorat qilib kelganida qabrning na teshi, na salosullarga chaqlaq hech nima yo'q edi. Chunki yeziga kelgan cho'ng bir kelkun opti qabrini iqitib to'p-tiz qilib atgan ekan. Buni ko'rgan Darvish, "Rostilla bu kunlarmi o'tib ketadi ekan, ay ilohim", debdi. Bu dunyo imtihon dunyosidir. Uning zinnatlarga aslo aldanib qolmaslik kerak. Agar dunyoning voydagidek qimmati bo'lsa edi, shubhisizki buningga eng loyiq kishi suyimlik payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bo'lgan bo'ladi. U cheg'ida payg'ambar turib, bak og'ir azoblarni tatgan ekan. Taibda boshqalar tarafidan toshqa tutilgan bo'lsa-mu, yanala Allohning o'rinlashtirishidan qilchi og'rinib, voysab boqmagan ekan. Undaqda bizchi? Mana bu sababdan qachonla umidsizlanib ruhimiz tushkunlashsa, qachonla biror dard va qiyinchilikqa duchor bo'lsak, bu kunlarni o'tib ketadi ay ilohim deyish orqali Janob Allohni aslash va bu ishlarning hamon o'tib ketadiganligiga ishonish bizning majburiyatimizdir. İbrahim Hazretlerinin bunu sözlerini qalb töringizga oltin lavha bilan esib qo'ygaysiz. Janobi Haqning sharrimi xayr aylar. Gumon qilma yomonlik aylarmi deb. Bilimli kishi go'zal kunlarni aslar, kutayli qani Mavla nima aylar? Nima aylisa go'zal aylar.